Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugundan boshlab men o'zimga kichik bir ferma desa ham bo'ladi. Quyon va tovuqlarim bor. O'sha hayvonlarimni kichkina bir blogini yuritishga harakat qilaman YouTube kanalida. Demak, bugungi mavzuyimiz mana bu quyoncha haqida. Bu quyoncha haqida bugun ertalab ko'rib qoldim. To'shto o't beraman. Mana sinov beriladi. Har kuni sinov berilganda mana qoldiq sinovlarni burchakka to'plashni boshlabdi. Shuning uchun sezdimki, demak ko'payishga yaqin turibdi. Shuning uchun alohida bir endi men havaskor bo'lganim uchun u darajada qurmaganman. Mana shu yerga olib qo'ydimda, mana bu eskilarni ko'rsanglar, o'shalarni to'plashni boshlayotgan ekan. Shunga olib alohida ovqat, sabzi, suv, ozroq beda berib qo'ydim, yog' qo'ydim. Men bu ham qiz bolasi, bu hozircha nima qilgani, u erkak. Bular bolalari. Yana hozir tovuqlarim bor. Endi tovuqlar haqida boshqa bir videorolik qilamiz buguncha. Mana shu yerda yotib, bemalol o'ziga joy hosil qilyapti. Ko'rsak bo'ladi. Demak, kuzatamiz. 3-4 kun ichida taxminan ko'payib qolsa kerak.